Men Sattarov Murodilla, mana shu Shortoq mahallasida yashayman. Dehqonchilik bilan shug'ullanib kelamiz. Ko'chatchilik bilan shug'ullanib kelamiz. 50 sotix joyga pomidor bolgarskiy yetishtirib kelyapmiz, Xudoga shukr. Hozir 4 ta 5 ta vaqti kelganda 10 tagacha mavsumiy ishchilarimiz bor. Hammasi mehnat qilyapti shu yerda. Sattarov Murodilla usta dehqon sifatida mahallada faoliyatni olib boryapti. Qo'shnilarga shu dehqonchilik sirlarini o'rgatib, ularni ham mana shu daromadlarni oshishga yordam berib kelmoqda. Hokim yordamchilari kelib turib bizga shu subsidiyani, kredit masalalari bo'yicha takliflar berdi. Subsidiya asosida mana tomchilab sug'orishni yo'lga qo'ydik. Mana hosil yaxshi. Umuman ariqdan sug'organimiz yo'q. Yana birinchi yilga mana qo'lbola usulda o'zimiz qo'ldan kelgancha xarajatni kamaytirish maqsadida shunaqa qo'lbola usulda qildik ishkomlarni. Xudo xolasa endi yana ham daromadlarning hisobidan beton shpallar qilib, xudo xolasa zamonaviyroq ko'rinishga keltirish niyat bor. Keyingi tomorqamiz 20 sotix maydonga bulg'or qalampir ekkanmiz. Endi u yoqda pomidor ekkanmiz, ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz, Xudoga shukr. Mana yurtboshimiz shunchalik bizga ko'rsatayotgan shu g'amxo'rliklari, berayotgan subsidiya, kreditlar yordamida yiliga. Bu yilgi maqsadimiz, xudo xolasa, xudo bersa 150-200 million daromad olish niyatimiz bor.